Maktabda yaxshimi o'g'lim o'qishlar? Hammasi bo'layaptimi? Ha? Yaxshi o'qing, xo'pmi? Bo'ptimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz, charchamayapsiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uydagilar yaxshimi aka? Rahmat. Rahmat. Uyga chiqinglar aka. Rahmat. Hop, Rahmat. ko'rishamiz aka. Ha, yaxshi o'g'lim, zo'r. Yaxshi o'qigan, bo'ptimi? Dada, hozirgi Alkash tog'ami? O'g'lim, nima deganing? Doim ko'chada dumalab yurarlar-ku. Yo'q, o'g'lim. U kishi yaxshi inson. Bahodir aka, 1 daqiqaga aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Amirjon, yaxshimisiz? Bir og'iz so'raydigan bir gapim bor edi. Faqat ko'ngilga olmaysiz. Bu darajada o'zgarishingizga nima turtki bo'ldi aka? Bilasizmi, Amirjon? Bir kuni mashinada yo'lda ketayotgandim. Ilohomin. O'g'lingiz, qizingiz, kuyovingiz, keliningiz o'zingizga o'xshasin. Ilohomin. Allohu akbar. Men bunaqa duo eshitmagandim. Xuddi menga qarg'ishdek tuyuldi. Butun vujudim titrab ketdi. Nahotki kuyovlarim menga o'xshasa. O'zimdan nafratlanib ketdim. Shu ishlarimni tashladim. Xullas, hayotim davomida oldimdan qanday gunoh chiqsa, shu gunohdan tiyildim. Bu ishlarni farzandlarimga ravo ko'rdim. Nima bo'lsa ham aka, hammasi yaxshilik yo'qda. Aka, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Zo'r yo'ldan qo'ydim aka. Salomat bo'ling. Mayli. Agar o'lsam yuzim tushidarmi? Allohim yonida turishga iltimos kelmay tur qiyomat. Ulgurmadim tavba qilishga. Ne gunoh qildim bilmadim. Ne harom ishlar qilmadim. Allohni nazarga ilmadim. Ulgurmadim tavba qilishga.